Xo'p, mana shu yo'l bilan ya'ni Sarasiyo, ya'ni Sangardagi yo'li bilan o'sha Qashqadaryo Shahrisabz kitob orqali ya'ni Toshkentga chiqib ketadigan yo'l ishga tushish arafasida ekan. Demak, bu yo'limiz ishga tushsa, demak Toshkentga borish manzili kamida bir 6 soatga nima deydi? Yaqinlashar ekanda. 6 soatga yaqinlashar ekan. Ya'ni 6 soat, endi aniqroq aytamiz 6 soat nima kelar ekan, nima deydi? Yaqinroq bo'lar ekan. Toshkentga borish 6 soatroq, 6 soat oldinroq. Shuning uchun bunga ham e'tibor beramiz. Yo'llarimiz mana asta-sekinlik bilan tog'ning orasidan yo'l ketyapti. Bu taraf ham tog'. Hozir yo'lda turibman, mana baland qoyalar. Mana shunaqa ajoyib manzara. Hozir cho'milishdan chiqdi, hamma mana qurilish ketyapti. Daryo